Liu Bei'nin balları neyim için Cao Cao'nun ballarına yetmeydi. Liu Bei'nin balsı adı Fu biçileydi adı neymiş na kalva. Şundak döt. Hem Cao Cao'nun balları karsak birisinden yaramlı. Şunda mı? Mesela Cao bir qarab aqılı Ling Daoli rehberlik iktidarına yuqri. Renji Guanxi, Ling Dao Guanxi deganlar intayin üstün. Hem Cao'yu qarsak bunun kalem matına güçlük 7 qadam 7 kuplet şiir. Acayip bunun katta şair adam yok. Hem Cao'dan qaraydigan bolsak alamjat, nayt, batır, yol bassanğın bu. Bu oxuyamardı, at üstüdki mardı, hiç kimden qilishmaydi. Nayt canlıq. Muşunda qam Cao-Cao'nun balı. Biroq Liu Bei'nin bu balısı nima uchun shu darajada yaramsız chiqib qoldi? Unda olsa bu mazmun qiziqadigan do'stlar, meni ko'nchi qo'yib, filmning davomini diqqat qilinglar. Har qanday bir balaning kiyiki istiqboli oila bilan munosabat. Bu balaning tunji ustozi shu opasi, dadisi, tunji maktabi oilasi. Bo'libmi burunqidek shundaq zamonlarda. Endi Liu Bei qarab qolgan. Adu texi yo'gakdagi vaqtning o'zida bu yerda Liu Bei Changshaga chekingan vaqtning o'zida Adu o'lib ketgili tas qoladi. Apsi bunun hayatını kurtuldurup geliş için yüzü kuduk sekrivelip Adu'ni Jozulun Cao Cao'nun böktürmesiyle yettik ettim büsüp çıkıp kurtuldurup aldı. Küçük vaktidiler mi? Şu vaktidiler apsiden ayrıldı. Hem de hatta ayten dadısının taşı kapırıp pes kandak kıldı Liu Bei pocket etivattı. Hem de şu vaktida Adu'nun 5 taş tüketimi o neye uqmudu. Lekin hem jürek kürvetip devamını alanlar. Hem de bu balının en yakın adımı apsiden ayrıldı. Hem de dadısı Liu Bei qarsa bu bir ömür hem de jang qilayotgan bo'lmasa şu jangi mangan yo'lda. Ya'ni bu Liu Bei'nin bu öz balısının terbiyeligidek, onun hamrohligidek, anda bir balısdan bir o'yinigidek unda vaqti asosan yo'q. Chunki Liu Bei'nin o'zining bir mustahkam balığı putdastab tug'dek bir yeri yo'q. Hem de şunda qilib, so'qilib, urilib yurib, adu 5 yoshga kirgan vaqtida Liu Bei rasmiy jinjuga ega bo'ldi. Rasmiy jinjuda yıldız tatdi. Hem de balının bu yosh vaqti balını tarbiyalaydigan bir oltindek bir vaqt. Biroq hem de şu vaqtda Liu Bei nega mangdi? Sichuanga mangdi. Sichuanning ammasi bo'lmaydi, bu tarafda Sunquanlar qistab turibdi. Onun için Cao-Cao'larni tang turish uchun bular cho'qim davomli kuchayish kerak. Endi shu bir minutida 2 yil vaqt ketdi. Sichuanni yomon testda oldi. Endi Ado 7 yoshga kirib qoldimi mana? Endi Sichuanni oldik, balam yaxshiroq tarbiyalaydigan vaqtning o'zida necha bo'lmayla bu yerga Sharq Wei tarafida ustidan davomli jang bo'ldi. Shuning bilan bu yerga Liu Bei endi jangga boshlab kelgan qo'shin bu tarafda u avorchilik janglar chiqib davomli yana jangga ketib qoldi. Endi bu jangdan yenib kelg'ichmi ashpashlikcha Ado endi 9 yoshlarga kirib qoldi. Endi qaranglar bir qatimliq jangga degan bu birer 2 yil ketishi normal hodisa. Endi biz ko'rgan televiziya teatrda u necha oylik bir nerdan nega vaqt necha kun ketdi, necha qopdi, necha tushdi va hamma chiqarib olmaydi. Uni biz tasavvur qilib bilib olishimiz kerak. Endi bu yerda balasining yana bir 2 shu turdi, lekin bu vaqtida mayli Jingju, mayli Sichuan tavasini tartib qilish kerak. Yani işki işler nait alıp gitti. Hem de bu işlerini kıraş balam qancha jamra oldum dep bo'g'cha. Hem de Hanzhong diyarıga yani ucum qımandığan gap. Hem de bu yer Hanzhong wang bo'lgan ki bunun mas'uliyeti texim avdi. Shunami Hanzhong diyarını tartib qilish, xalqning ishlarini boshqarish, amalda tayinlash. Bu ishlarni bir taraf qilib bo'g'cha Liu Bei charchidi. Yani bu vaqtning o'zidami Ado'ni bir haqiqiy tarbiyaligidek yana bir keng tashlab vaqt yo'q. Endi bu ishlarni besiq turib tursa Guayyu ölüp gitti. Jinju'nu tatqızıp koydu. Guayyu ölüp gitti. Bu parakendişini qandaq besiq tutsak ular intiqam alaymı, almaymı deb bu Zhugulianglar bilan maslahatlashib bu qilib bo'g'cha Zhang Fei ölüp gitti. Sonralar endi ochiqli bomba degan qilsam deb Sharqqa qo'shin tortib bordi. Shunlar yeni jangga ketdi. Endi shu berishida Beyda ahir qitim Ado bilan ko'rishib olamdan o'tdi. Zhuguliangga vasiyat qoldirib. Qaranglar, Liu Bei'ning endi bu butun hayotida endi muntizim balig'i, muntizim uyidagi bir oilasi, endi bu balaning o'zining opsi bu xotini bo'lmagan lekin bu balaga tarbiyaligidek to'dak vaqt yo'q. Endi Sunjang bir mazgil tashlab berdi. Biroq endi Sunjangning talantimi ancha iste'dod yuqori emas. Onun üstüge bu balını vay bizden pasbanın balısı da bunu pek e'tiborlab ketib qoladi. Asli bo'lsa Zhuguliangning tarbiyasi bas bulutdi, shunda qilsin bati. Lekin endi Zhuguliang bir oy deb bo'g'cha Pangtong o'lib berdi. Oplar deb bo'g'cha uning keyinda Fajong o'lib berdi. Shunda amal yo'q, jimi ishlamas Zhuguliang qoldi.
Buni chaqirib ishlatmasi bo'lmagan. Bu bosh vazirligini qilamdi, mushavirligini qilamdi, o'rn ichki ishlarni boshqaramdi, tashqi ishlarni boshqaramdi. U bolasini tarbiyalamdi qaranglar. Shuning bilan shu odu mushuni qarab cho'ngib qoldi. Endi sov qarab baqili. Sovning boshidala asosiy puxta. Shuchang boshdan oxir buning muhim oilasi, muhim bazasi. Shuchang bir yerga o'tib baxmadi. Endi sovning hayotimi jang bilan o'tgan, biroq sovninki bu janglar bir qadar sal tiz Lyubeninga qaraganda. Onun ustiga dastlabki asosi bo'lg'achqa, Xoqonni quldi bo'lganligi uchun Lyuboni, Yuanshuni bo'lib Guandujangda Yuanshani mag'lub qilgandan keyin katta kuchaydi. Shuning bilan bu bolalarni tarbiyalashga nəhayət əhəmiyyət verdi. Onun üstüge biz biliriz Sovning danışmanları birisidan ko'p, birisidan iqtidorli. Goja kəsi şuyu va, o kəsi çoğuyu va, şu va o. Bir talay adamlar va balasını tarbiyalashga kimni qilib qo'yish bo'ladi. Shuning uchun jahondagi birinchi danışman Simoyaga erishgan vaqtning o'zidimi Simoyani ishlatishga bak oldirib ketmadi. Bolalarimni tarbiyalagan bo'ldi sen deb. Nimishqa? Chunki Simoyadan qilishmaydigan danışmanlar qoldi ba. Shuning uchun shunday qilgan gap. Endi bu Sovning bayada eng muhimi oilasi muqim ba. Endi buniki xotin bolalari o'lib ketgan ish yo'q. Sov odatda jang ketgan ahvol ostidami, bu bolalarni tarbiyalaydigan o'zining ayolli bolaning opsi, uning keyin bir qancha danışmanlari, alamdorlari hammasi qishir ba. Mush eng muhim malqa Sovni yaxshi o'g'ashqa, Sovning bolalari birsidan iqtidorli talantli cho'ng'og'ini mishada. Har qanday bir bolaning yaxshi cho'ng'ilishida ham oila eng muhim halqa. Shunami? Eliq bir gap bor, faqat insonlar o'z bolasini boshqalarning tarbiyasiga berdi deydigan. Shuning uchun bu yerda hadisda Lyubeni Aduni unda qilma, bolasini yaxshi tarbiyalamdi, Adu degan bir kalva deb. Lyubening mush yetersizligidan bir ibrat olaylik. Ko'parak bolalarimizni hamra olaylik, ko'parak ulg olaylik. Bolalar keşke tarbiya emas, bolalarga bo'lgan tarbiyaning eng yaxshisi sen kitob o'qi, o'g'ilishingni yaxshi qil, sog'lom bo'l emas. Oldu bilan o'zimiz ulg bo'lish. Ulg bo'lish eng yaxshi tarbiya. Shuning uchun bolalarni yaxshi tarbiyalaylik, bolalarni yetim qilmaylik. Bichar narsalarda gunoh yo'q. Shu bolani bu dunyoga shu bolaning o'zining ruhsiz oprid qilib qo'ygan shu sizlar biz o'z oilanglarda ko'z ochqizdinglar. Ularning so'rig'ini deb akamidik biz. Shuning uchun ularga kuylishimiz, ostirishimiz, yaxshi tarbiyalashimiz, mehr muhabbatimizni berishimiz kerak deb o'ylayman. Qanday sizlarcha o'ylaganim to'g'rimi? Bir pengunchalik fikr qoldirib qo'yinglar qani. Rahmat.